Navbatdagi Captiva'miz tayyor bo'ldi. Chexolchasi yetib o'rasizlar. Dizaynchasi. Asal bo'lganmi yo'qmi? Topinglar kimni mashina qo'yganmiz monitorchalar bilan. Qaranglar, monitorning bitta qiziq tarafi ramkasi 600 ming 700 ming turadi. O'ziga qo'yib berganmiz. Agar kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, Captiva minadiganlar jo'natib qo'yinglar. 1 2 3 4 qiziq yo'q. Hammasi shuni chotkina qilib, qaranglar, bezazor qilib, o'ziga qilib, hech nimaga xalaq bermaydigan qilib qo'yib beramiz. Tepaga ham tushmaydi, ko'zni ham olmaydi. Qaranglar, turishchasini. Joylashishlar ham zo'r. Rolga, chexolga moslab rol chiqolcha. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Universal Pro Max'ga kelaverasizlar. Dizaynchasini ko'ringlar. Orqalari ham juda ham chiroyli turibdi. Buni faqat chatga maza qilib, asalcha qilib minadigan mashinaga qo'yib bersa bo'ladi. Chunki rangi oq bo'ladi. Hamma ham qo'yib bera olmaydi. Sog' sharoit.